Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. 2025-yil ko'pchiligimizga qiyin bo'lib keldi. Narxlar o'z yoniga kelib $2 teng bo'lishda yaqinlashmoqda. Lekin bu boom emas. Pandemiya davriga taqqoslaganda, pandemiya davridagi narxlar qaytib keladimi degan savol ko'pchiligimizni qiynab qoladi. Lekin hozirgi marketda ham USPS va dedicated lane'lar bilan yaxshigina ob'yomni bajarsa bo'ladi. Hurmatli do'stlar, asosiysi kompaniyani saqlab qolish, bu unda kerakli bo'lgan rasxodlar va kerakli bo'lgan muammolarni vaqti soatida yechib borish. Ularni yechish uchun siz xarajatlaringizni kontrol qiling, ishlatilgan yoqilgingizni kontrol qiling. Undan tashqari yangi qoidalar, ularga ham moslashishni o'rganing. Hozirgi vaqtda DOT inspeksiyalarning soni ko'payib bormoqda. Ko'plab kompaniyalar auditdan o'tmoqda. Bunaqa auditlar kompaniyani yanada kuchliroq qilishga qadam bosishga harakat qiladi. Aslo kompaniyani yopish emas, undan qaraganda kompaniyani saqlab qolish va uni yanada ko'proq qonunlashtirish, yanada ko'proq qoidalarni qo'llash va yanada ko'proq haydovchilaringiz, ishchilaringiz hamda kompaniyani o'zida ham qonunlarni kuchaytirish. Chunki har yili siz tizimlashtirilgan sari kompaniyangizni kuchaytirib borasiz va har doimgidek o'zingizni katta kompaniyaga taqqoslagandek kompaniyangizni kattarishga ham harakatingizni to'xtatasiz. Eng asosiysi, jamoangizni g'amxo'rlik qiling, jamoangizga yordam bering. Qiyin paytlarda ularga muammoga kerakli ustozlarni ham topishni biling. To'g'ri narsalarni bajarish uchun, agar kichik kompaniyangizni barqaror saqlash uchun mening bepul cheklistimni xohlasangiz, izohlarda road deb yozing va men sizga bu qo'llanmani jo'nataman. Sizlar bilan Sunatullo Abduhakimov alohida bo'lamiz.